mana shunday o'ringa yetdik. Bugungi kunda sıfırlaştırırsız bir işte barmaydi. Endi biz bir-birizda qog'oz bilan shug'ullanasimiz kelmay, endi dokumentlar yig'ishi bo'yicha da bugungi kunda kundan-kun bu sıfırlaştıruvlara nana ortida zo'r ishlar, işte ko'p masalalarni sıfırlaştırılmagan. Ham endi shuning negizida tegishli prilojeniylar vazifasi o'tay olmaydi. Ko'p ishlarda bizning kelajak bugundan tura endi mana biz ulkanlarimizni bugungi kunda bizning shu bolalarimiz ko'pga yuradi. Shuning uchun biz bugungi kunda bolalar bilan ishlatarga tegish, ularni qo'zg'asindirga tegish, hammalarni ishlarga tegish. Endi unutmasha bugungi kunda yangilikqa umtilishga kerak, lekin ularni sıfırlaştırıp men o'ylayman shu bizning kelajak bugun mana durust etib ishlar deb. Выявлено, что практически в каждой отрасли так или иначе присутствует IT, будь то транспорт или медицина, или уже напрямую робототехника, да, то есть везде есть элементы IT, где необходимы эти знания. Соответственно, если ребенок даже в дальнейшем не планирует стать программистом или пойти в эту область, то эти знания в любом случае не пригодятся. Знания вот эти ребятам помогут применить свои умения в более широком таком формате и найти свое призвание в жизни.